Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustunning kanali. Do'stlar, bu galgi video roligimizda biz sizlarga Gentra Nexus 3 Cobalt'larda avtomat korobkasida bo'ladigan bitta holatni ko'rsatmoqchimiz. Marhamat ko'rib tomosha qiling. Video roligimiz yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Xullas, avtomobilimizni diagnoz qilib tekshirganimizda avtomobilimizni shunaqa kasalni olib kelishdi. Skorni kech almashtiryapti. Tortishi yaxshi emas. Va avtomobil qizib ketib qolyapti, olib kelishdi. Avtomobilni tekshirganimizda 96-97 gradusda ventilyator diffuzor ochyapti, lekin ventilyator sovuq havo haydayapti. Buni tekshiramiz, yo pompa yo termasi, birinchisi. Ikkinchisi, programma o'sha pastroq programma yozilgan bunga. Оборот dvigatel ham past. Keyin avtomobilimizda diffuzorida ikkinchi skorost yo'q ventilyatorida. Bu birinchi skorost asosan sovutadi, lekin ikkinchi skorost avariya skorost bo'ladi. Misol uchun, o'ta qizib ketgan holatda ikkinchi оборот qo'shib ketadi. Bu degani ventilyator birinchisida sekinroq ishlaydi, через spiral ishlagani uchun sekinroq ishlaydi. Ikkinchisida katta оборотda qo'shadi. Bu yozda o'ta issiq kunlarda ikkinchi оборотga o'tish holati kuzatiladi. Buni hosilaga nima qilinishligini, nech pulga bitishini va natijasi qanaqa bo'lishini ko'rsatib tushuntirib o'tamiz do'stlar. Xo'p, endi dastlab zaslonkamizni yechamiz. Sardorbek yechyaptilar. Yechib tashqariga olamizda zaslonkamizni yaxshilab yuvib tozalab, albatta benzinda yuvib tozalasalaring yaxshiroq ketadi. Karibda ham yaxshi ketadi, karibcha unchalik nisbatan kirlarni ololmaydi. Lekin benzinda oddiy tish cho'tka yordamida tozalansa, kirlari yaxshiroq eriydi, yaxshiroq ko'chadi. Buni tozalab, joy-joyiga qotirib olamiz. Qotirib olganimizdan keyin qolgan ish jarayonlarini ko'rsataman sizlarga. Qolganda yana ancha ish bor bu tomonda ham. Hozir mana shu bolalar joyiga yig'ib qotirib qo'yishyapti zaslonkani. Xo'p do'stlar, diffuzorimizda ikkinchi оборотini mana ichida ko'ryapsizlar, saqlagich, предохранители uzilgan ikkinchi оборотniki. Buni hozir boshqa qo'yamiz. Endi sirkulyatsiyasini ham tekshiramiz do'stlar. Termostatmi yoki pompaligini aniqlab olishimiz kerak. Undan keyin motor korobkaga programmalarni yozib natijani ko'rsataman sizlarga. Ishni boshladik. Обратно uzilgan. Texotda o'zi aslida pompa termostat yaxshi holatda bo'lsa, texotda normaldan qaytib turishi kerak suv. Bu mana zo'rg'a jildirab qaytyapti mana. Bu ham hozir ancha yurib turgandan keyin qaytdi bu. Gazni bosingchi. Yana. Bo'ldi. Ko'ryapsizlar-a? Katta gaz bosilganda ham unaqa katta nima yo'q, obratda qaytish yo'q. Endi buni hozir termostat bilan pompani ochib tekshiramiz. Обязательно erinmasdan ochib ko'rishligimiz kerak. Ko'zimiz bilan ko'rgandan keyin aniq bo'ladi nimaligi. Avtomobilimizni ko'radigan joylarimizni yechib oldik. Pompa va termostat. Xullas, evini aytib qolaman sizlarga. Mana do'stlar, termostatni tishlari qolmagan mana lez bo'lib ketgan. Mashina 80 ming yurgan, mana. Yo'q tishi. Hozir buni yangi chaqirib, yangi qo'yamiz. Termostat yaxshi o'zi, sababi buni men yechib turgan vaqtimda gradus 95 gradusdan baland edi. Mana birinchi buni trubkani sug'urgan vaqtimda ichidan ham antifriz tushdi. Agar termostat qisgan bo'lganda yoki yaxshi ishlamagan holatda bo'lganda, buning ichidan suv tushmasdi, antifriz tushmasdi. Shu qolib ketadi, shu qattiq holatda. Endi hozir bu avtomobilimizda pompasini yangi qo'yamiz. Antifriz dalibga qilib quvlari germetik qilamiz. Bo'ldi, hozir ko'rsataman sizga yangi pompani ham, pulini ham oxirida hisob-kitob qilib beraman do'stlar, hammasini. Yangi pompamizni olib kelib berishdi hozir. Eskisi farqni ko'ryapsizlar-a? Uyda ag'da-bag'da degani shu bo'ladi do'stlar. Endi buni hozir sanligi ham bor. Ko'rsating sanligini, negativlar ko'raverib. 5 sanlik qo'yapsizmi demasin? Sanlargacha qo'yib, cho'tki qotiriladi, keyin qolgan joylarni pompani boshqa qo'ydik. Ko'rdilaring? Termostat o'zi ishladi, o'zi qoldi. Antifriz dalibkalar qilindi, mashina polni yig'ildi. Endi hozir buni necha gradusda ochyap turganligini va issiq haydayap turganligini va gradus pastga tushyap turganligini tekshiramizda, undan keyin motor korobkaga boshqa programma yozamiz. Hozir tip almashtirilgan skorosti ham, saqlagichlarni ham boshqa yangi qo'yib qo'ydik. Bularni endi hozir kompyuter yordamida tekshiramiz. Birinchi оборот nechida-yu, ikkinchi оборот nechida. Xo'p, mana hozir 48 gradus turibdi. Buni sizlarga yaxshiroq ko'rinishligi uchun kattalashtirib olamiz do'stlar. Hozir mana gradus belgiladik, ventilyator birinchi, ikkinchi оборот. Mana shuni hozir ko'ramiz. Necha gradusga chiqqanda ishlashligini do'stlar. Do'stlar mana 96 gradusda birinchi оборот ishlab turibdi. Gradus ketib o'tirsa pastga tushishligi kerak gradusimiz. Issiq haydayaptimi havosi? Havosi ham issiq haydashni boshladi. Sovuq haydayapti turdi kelganda mana. 96 da ishladi. 92 da o'chdi. Hozir ko'ramiz nechaga olib tushishini mana.
Bu endi o'zini programmasi, biz boshqa yozamiz bunga ustiga hozir. Mana 96 da ishlab 88 gacha olib tushyapti. Pompa, termostatlar yaxshiligi uchun. O'zini holatida pompani ko'rdilaring, ahvoli shunaqa holatligi uchun bu tushishni o'rniga ko'tarilib ketavergan. Keyin mashina 2 minut, 3 minut yursa bo'ldi. Qizib, qaynashni boshlaydi. Mana oldilarigacha antifriz bo'lib ketgan ekan buni mana. Akanta teylari, pastlarigacha antifriz bo'lib ketgan. Normalni qaynab yurgan bu mashina. Termostatni bilmayman kimdir yangi qo'yib bergan ekan. Unday o'zgarish bo'lmagan. Har safar termostat chiqavermaydi. Ko'ryapsizlar, mana hozir bir 8 minut yurib turdi, endi chiqdi 96 ga. Pompa zo'r bo'lsa, mashina ancha-munchaga qizavermaydi. Endi buni sizlarga korobkani tip almashtirishi, motoriga qanaqa programma yozilsa, qanaqa o'zgarishlar bo'lishligini ko'rsatib, tushuntirib o'taman do'stlar. Endi programma jarayoni hozir avtomobilimiz benzinda ekan. Hozir avtomobilimiz benzinda yurib turibdi. Temperatura воздух на выпуске 26 turibdi. Bu passajgan edi hozir benzinda. Оборот dvigatelga qarab turinglar. 744 turibdi оборот dvigatel. Bu o'zini stokoviy родной programmasini ichini bitta-bitta o'zgartirib kelgan xolos. Unaqa katta mehr berilmagan bunga. Hozir zaslonkani yuvganligimiz uchun, zaslonkani tozalaganligimiz uchun mana 6 ga tushdi. Foizi 603 turibdi. O'zi baland bo'lgan bu 20-21 turdi buni foiz kelganda. Оборот dvigatel 744. Hop, gazga o'tib qo'yingchi. Vozdux yipsigan ko'rilishi. Hozir bu o'zini programmasida hozir mandagini bosgan stage 1 bosamiz bunga. Stage 1 родной motorlarga, stokoviy motorga bosiladi, ya'ni hech narsa qo'yilmagan motorga bosiladi. Mana ko'ryapsizlar. Temperatura воздух на выпуске 100 dan o'tdi. Ya'ni 120 gradus deyiladi, 100 dan o'tdi. Gazda bu. Bizga bu qoladi, buni o'zgartirmaymiz. Bu relay qo'yilib, bizga ham shunaqa 120 ga ishlaydigan relay qo'yilgan tayyor. 744. Оборотlar o'zgaradi bizda hozir. Endi buni bosishdan oldin sizlarga farqini ko'rsatdim. Yana bitta narsa bor do'stlar. Korobkasiga DPS orqali programma yozamiz. Bir xillaligi ustalar bor. Endi qanaqa gnida desak bo'ladimi, ichi qora deymizmi? Xullas, korobkani bloklab qo'yadi. Parol qo'yib qo'yadi. Faqat o'zidan boshqa odam bilmaydigan parol. Mabodo mashina sotilib ketib qoladigan bo'lsa, boshqa viloyatlarga yoki shaharlarga sotiladigan bo'lsa, endi u odam bilmaydi-ku qanaqa parol qo'yganligini. Iloji boricha terminal operator orqali ochishga harakat qilinadi. Agar mabodo ochilmaydigan bo'lsa, korobkani miyasi boshqa qo'yiladi yoki o'sha past zajiganida yurilaveradi. Boshqa iloji yo'q. Hozir buni motoriga ham korobkasiga ham boshqa yozishdan oldin sizlarga farqini ko'rsatdim. Endi avtomobilni o'chiramiz va programmani yozamiz. Bunga stage 1 yozamiz biz. Hozir kaltni ochib qo'ying o'chirib. Stage 1 родной motorga yoziladi. Stage 2 PAUK qo'yilganga, stage 3 PAUK bilan turbina qo'yilgan motorga yoziladi. Chunki o'shanga yarasha, shu programma kuchiga yarasha zajgani ham nima motorning holati yaxshi bo'lishligi kerak. Xo'p, MT60 ga kiramiz. Дополнительная identifikatsiya. Masalan, tili g'alati bo'lib charchaganimizga 1093 ekan pasportda. Xo'p, faylga o'tamiz. Genterga kiramiz, avtomat. Xo'p, bizda mana 1093 avtomat. Yangi tablo. Stage 2 deb yozilgan, o'zi stage 1 bu. Chunki родной motorga mana 1093 o'zini pasporti bu mening eng yaxshi ko'rgan programmam. Ishlash juda ham ajoyib. Buni hozir kalta ochig'i full qilib yozamiz mana do'stlar. Hozir kadrda uzmasdan ko'rsataman sizlarga. Undan keyin korobkasini ham ko'rsataman qanaqa yozilishligini. Danced in the lights of New Orleans. Portland ran away with me, and San Francisco stayed with me. Nashville made its way in between. Fell in love in Minnesota, and fell apart south of Salt Lake. Colorado calls to me, and Washington will always be begging for a piece of me to stay. Maybe some things never change, but I wanna. Do'stlar, mana operatsiya zavershena, ya'ni programmamiz full holatda yozildi. Hozir motorga yozdik. Endi agar korobkasiga hech kim tegmagan bo'lsa, bir xil aytyapman, bir xil ustalar bor, bloklab qo'yadigan odati bor. Как будто bloklasa bo'ldi, undan boshqa odam qilmaydi buni. Xudoning bergan rizqini oladi-yu, bloklaydi, boshqa qilar, nima nasib qilgan bo'lsa olar, bo'lmasa yo'q. Uzrimdan kiryapman. Nima? Kompyuterga. Xo'p, mana DPS ga kiramiz. Xo'sh.
18 korobkaniki biz skammat orqali yozyapmiz. Pasportini ko'rib olamizda, keyin o'shanga qarab yozamiz. Agar bloklamagan bo'lsa, gnidalik qilib parol qo'ymagan bo'lsa, yozib beramiz. Chunki menda hozir terminal apparati yo'q. Endi xudo xohlasa nasib bo'lsa olamiz. Mana do'stlar 43 44 45 pasportda. 43 44 45. Bunga ham xudo xohlasa zo'ri bor. Hozir buni Gentra. Mana 2020 tuning 43 44 45. Bunga 43 44 45 V4 dorab yozamiz. Juda ham aqlli va yaxshi programma. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Programmamiz ketishni boshladi. Bu sal ko'proq yozadi do'stlar. Yerda 7 minut yo 8 minut atrofida yozadi. Faqat paroliga tegmagan bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa zo'r holatda qilib beramiz. I've climbed the mountains in Montana, danced in the lights of New Orleans. Portland ran away with me, and San Francisco stayed with me. Nashville made its way in between. Fell in love in Minnesota, and fell apart south of Salt Lake. Colorado calls to me, and Washington will always be begging for a piece of me to stay. Maybe some things never change, but I wanna know how it feels to hang pictures on a wall, sleep in the same bed at night. I want reasons to stay, I want someone to take up my time and miss me when I go. I've swam the beaches on the west coast, climbed the trees of Caroline. I felt the city streets of Boston underneath my feet. Do'stlar, mana programmalarimiz xudo xolasa motorga ham, korobkaga ham tushdi. Juda ham ajoyib holatda bo'ldi. Endi avtomobilimizni yurgizdiramiz. O'chirib ochib yurgizing. Gentra dvigatel, ошибкалari yo'q. Pasportda o'sha 1093 da qoldi. Endi mana bu yerda farqini solishtirib beraman sizlarga hozir. Avtomobilimiz yurdi. Gazga o'tdi. Воздух выпустga 120 deyiladi. Endi 117 gradus 100 dan o'tsa bo'ldi. Оборот dvigatel 8000 ga chiqdi. Bu 8000 dan tushmaydi bu. Motor sovuqligida 1000 оборот, 1000 dan pastga qarab tushadi. Где-то 80 dan o'tgandan keyin 8000 holatida qoladi. Zastonkamiz hozir 806 805 ga chiqdi. Оборот dvigatelda hisobiga 10 dan o'tmasa bo'ldi bu. Xo'p, suvni gradusi 83 gradus turibdi. Endi avtomobilimizni ozgina qizdiramizda yurib tekshirib ko'rsataman sizlarga qanaqangi holat bo'lganligini. Do'stlar, mana test drive, ya'ni tekshirgan chiqdik. Holatlar mana. Zastonkamiz 7, воздух выпуска 120, оборот dvigatel желаемый 8000 turibdi. Suvimiz gradusi 83, qaynashlari yo'q. Endi mana shu holatda buni bunday qilib shuni tushirib turib, skorgamda urganingizda daq etib tepib qo'yaturdi bitta. Tepishlar yo'q, hozir mashinamiz gazda. Mana skorost ketib olib turasizlar. Обычный yurganda almashtirishga ketib olib berasizlar. Mana 2000 almashtiryapti. Обычный holatda, oddiyda. Endi tezlatib ko'ramiz. 2500 dan almashtiryapti tezlaganda. Endi gazni yarim holatda bosib yurib ko'raman. Yarim holatida 3000. 50% bosilganda. Hozir gazda yuribdi mashinamiz. Mana. Endi qanaqa 70 tezlikda 2500 holati. Вообще o'zgarish zakonni bo'ldi. Chotki holatda. Bu yerda gaz masalan korobkamiz kartasi, gaz kartalari joy-joyida zo'r holatda bo'ldi. Tepishlar ham yo'qoldi. Qaynashlari ham yo'qoldi. Xullas do'stlar, avtomobilimizga pompa qo'yildi, antifriz dalibga qilindi. Motor korobkaga stage 1 programma, korobkasiga ham stage 1 V4 dorab yozildi. Tortishlari, skor almashtirishlar juda ham ajoyib holatda bo'ldi. Tepishlar yo'qoldi. Agar sizlarda ham mana shunaqangi muammo bo'lsa, xuddi shunaqangi tartibda xalqingiz bo'lsalaring bo'laveradi. Videolarning sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa va nimanidir o'rgata olgan bo'lsak, bitta like bosishni va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Agar xudo xolasa bundan-da yaxshiroq, bundan-da kerakliroq ma'lumotlar albatta sizlar uchun faqat bizning kanalimizda chiqadi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.